Assalomu alaykum hammaga. Ko'pdan beri YouTube'ga video qo'ymagandik. Mana bir mototsiklimizni Toshkent viloyatiga taxlab berdik. Mokri qilib rushotga olinib qo'yiladigan rushotkaning balandligi 70, bu 40 sm bo'ladi. Poldan biri 10 bo'ladi. Damas balonlar qilib berdik. Mana baloning holatlari yangi holatda, qalpoqlari bilan amortizator risol bor. Shivillarda yasalgan. Juda chiroyli qilib yasab berdik. Ko'plar adres so'ragan. Adres Samarqand Jonboy. Avvalgi lokatsiyalarimiz katta trassaning ustida edi, hozir boshqa joyga ko'chdik. Avvalgi joylarimizga yetmay, bu yoqqa o'ng tarafga yo'l bor. Qo'lani yo'li desangizda hamma biladi. Nazar qishloqda, Nazar qishloq Qo'lani yo'lida mana sexlarimiz bu yoqqa ko'chdi. Avval boshqa joyda edi. Avval yo'lning ustida edi. Kimga shunaqa prinsiplar kerak bo'lsa, adres Samarqand Jonboy. Toshkent viloyatidan keldi akalarimiz. Chiroyli qilib zanjirlari bilan qilib berdik. Mana shu yerda telefon nomerlarimiz bo'ladi. Agarda bilmasangiz lokatsiya tashab beramiz, bo'lmasa adres tushuntirib yuboramiz. Adres qulay joyga tushganmiz. Mana katta trassadan 100 metr ichkariga kirasiz.